Pokistonlik 17 yoshli bola PUBG o'yiniga berilib ketganligi uchun o'z oilasini o'ldirdi. The Independent'ning ma'lum qilishicha, pokistonlik 17 yoshli Zayn Ali PUBG o'yiniga berilib ketganligi tufayli o'z onasi, akasi va ikkita opasini o'ldirgan. Sud unga har bir qotilligi uchun 25 yildan jami 100 yil qamoq jazosini tayinladi. Qotillik sodir bo'lgan kuni Ali bir necha soat davomida PUBG o'yinini o'ynayotgan bo'ladi va ketma-ket mag'lubiyatga uchraydi. Onasi unga bir necha soat davomida o'yin o'ynagani uchun tanbeh beradi. Ali bundan esa darg'azab bo'lib asabiylashib ketadi. Shundan so'ng u o'z onasi, akasi va opalarini o'ldiradi. Bunda o'yinlarni haddan tashqari o'ynash odamni tashqi dunyodan uzib qo'yadi va u asabiy bo'lib qoladi. Hayotda o'qish, izlanish, sport bilan shug'ullanish, o'z ustida ishlash o'rniga soatlab bu o'yinni o'ynash, bu o'yin odamni o'ziga qaram qilib qo'yadi. Bunda o'yinlarni haddan tashqari o'ynagan bolalar jizzaki, asabiy va arzimagan narsaga g'azabi chiqadigan bo'lib qoladi. Bunda o'yinlarni haddan tashqari o'ynagan bolalarda o'qishda muammo bo'ladi va uxlashda qiyinchilikka duch keladi va ular kun bo'yi stress holatida yurishadi. Meni fikrim bo'yicha bunda o'yinlarni o'ynashdan ko'ra o'z oldingizga maqsad qo'yib, o'z ustida ishlashingiz, kitob o'qishingiz, hech bo'lmasa sport bilan shug'ullanishingiz foyda bersa beradiki, lekin zarar bermaydi. Bunday videolarni tayyorlashdan asosiy maqsad baxtsiz hodisalarni oldini olish va yoshlarni ogoh qilishdir. O'zingizni asrang, biz xavfsizlik haqida gapiramiz.